Bu otang juda pishiqda qizim. Qara, shahri azimlar shunday mehmon keladi-yu, qo'noqqa chaqirmaydi ham ha. Hozirgina kelib turgandim, O'ktam aka. Shunaqami? Cho'da iching. Rahmat. Chaqirmasam ham kelishingni bilaman-da. Ha, bilasan-da. Endi kelmay yurgan joyimmidi? Kelaman-da. To'g'rimi qizim? To'ppa-to'g'ri. Bu ham o'zizikidek bo'lib qolgan. Bemalol xohlagan paytingizda kelib ketavering. Boshqa qayerga borardim? Uyhuvillab yotibdi, yutaman deydi. Odam yuragi siqilib, nafas qaytib ketadi. Amaki, dasturxonga qarang. Qani, mana bularni oling. Oling. Qarab turibman qizim, qarab turibman. Qani, jo'ra, ol. Qizimiz Toshkentdan ataylab mana bu noz ne'matlarni olib kelibdi. Ol jo'ra, ol. Xo'p, rahmat. Ol, uyalma. Oling. Voy. Og'izda erib ketadi-ya. Jo'ra. Ko'zlaring chaqnab, yuzing qirchilab yigitlarnikiday ey. Yo'q. Tortilib qopti. Esingdami? Maktabda ham mana shunaqa eding. Rosa ish kiribsan-da qizingga o'zi ham. Voy, ichkisham gapmi? Qizini ko'rib, darrov o'rnidan turib ketdi. Kim bo'lardi? Ha, kelina. Ey, shu zakkonni choyini hech shu to'g'ri otini aytolmading-da, a? Bir narsaga hayronman. Endi soqoli oqarib, mana alif qaddi dol bo'lganda ham shu uchinchi shaxsdan gapirasan, a? Kimni qaddi dol bo'pti? Yo'q. Kimni? Uzr. Meniki, jo'rajon, meniki. Shundoq bo'lsin. O'zim kasal bo'lib yotib qoldim. Meni shifoxonaga olib bormoqchi bo'lishdi. Menga qara. Bu qopingni qo'ltiqlab bozorga otlanib qolsanmi? Bozoring nimasi? Ha, eshitmadingmi? Bugun pensiya beradigan kun-ku. Ha, o'sha pulli deb qopga olib boraman-da. Iya. Seni pensiyang jo'ra bir qop bo'ladimi? Mendan kamroq olarding shekilli. Eshitmabsan-da. Pensiyani hammasini 100 so'mliklarda berarmish. Shuning uchun sen ham birato'la ikkita qop olib olgin. Meni pensiyamni uyga o'zlari olib berishadi. Shunaqami? Shunaqa. Ana xolos, maqtanishiga o'laymi? To'g'ri. Pochtaga bora olmaydiganlarnikini uylariga olib kelib berishadi. Men Sakiga o'xshagan yoshlar o'zimiz o'z oyog'imiz bilan mingga qo'yib borib olib kelamiz. Iya. Hali Saki dikonlab ketdimi? Ha, uni ketganiga ancha bo'ldi. Bir osh pishkunlik vaqt o'tdi. Hali zamon kelib qoladi. Pulini orqalab. Iya, unday bo'lsa men ham boraman. Hay, bu nima deganingiz? Dada. Ha? Shuni ham tushunmadingmi, kelin? Pensiyamni o'zim pochtaxonaga borib olib kelaman degani. Ha? Yotaveradimi endi bu? Shuni Yosh bolalarga o'xshab xarxasha qilib. Kelin, buni yoshda yotib qolish yomon, bilasizmi shuni? Ha, paylari uvishib, suyaklarini yer tortadi, yotong'ich bo'lib qoladi. Qopni olib chiq. Qopni. Bo'la qol. Pulli kuchini ko'rdingmi, qizim? Hech bo'lmasa ovqat yeb ketsinlar, hozir suzib kelaman. Oshmi? Kelin, bir pas yaxshilab damini yeb turaversin. Yumshoqqina bo'ladi. Shunday. Biz tez qaytamiz. Pulni olamiz-u, yo'lda Sakini ham o'zimiz bilan birga olib kelamiz. 3 kishi bo'lamiz. Yo'q, to'xtanglar, bo'lmasa men mashinamda tashlab qo'yaman. Yo'q, qizim. Buni hojati yo'q. Ovora bo'lma. Jo'ramni ko'p erkataverma. Lekin mazalari yo'q-ku, dadamni. Mazasini vaqtda. Mana qara, otdayku. Menga Haqsiz. Gulnoza. Bor qizim, xaltani olib chiq. Bo'la qol. Hozir. Kel jo'ra. Mana. Kiyib ol kalishingni. Olib kel qizim. Mana dadajon. Yashani boshla. Sizlar xavotir olmay o'tiringlar. Biz tez qaytamiz. Ehtiyot bo'linglar yo'lda. Xo'p. Jo'ra, Labbay. pul kelgan kelmaganini aniq bildingmi o'zi? Kelgan, jo'ra, kelgan.
Yaxshi borib kelinglar. Ikkala haydovchining gaplari bir-biriga to'g'ri kelyapti. Aftidan bu yerda hamma gap ayollarda. Shershelyapam. Meni bir narsa o'ylantiryapti Asqarali. Nahotki Dilobar Odilova to'yga kiyimlari solingan sumka ko'tarib borgan bo'lsa, Xonada shaxsiy kosmetikamdan bu narsalar, kiyimlarim solingan sumkam tushib qopti. O'shalarni borib olishim mumkinmi degandi. Balki to'yda kiyimini almashtirgandir. Asqarali, Hov, mehmonxonaga o'tib kelishimizga to'g'ri keladi. Mashina chaqiring. xo'p bo'ladi o'rtoq kapitan. Assalomu alaykum Tohir aka. Ha. Salom berdik. Bormisiz nachaynik? Qiltanoqsiz baliq bor. Beraymi? Tomog'ingizdan silliqqina o'tib ketadi. Ana ular o'g'irlangan baliqlarni sotishyaptimi? Hay, unaqa demang, komandir. Nima? Ularni o'g'irlik ustida qo'lga tushirdingizmi? Eski maqolni unutmang, komandir. O'g'ri emas. Qo'lga tushgan o'g'ri. Lekin men bunga qo'shimcha qilgan bo'lardim. Qo'lga tushgan emas, o'g'irligi isbotlangan o'g'ri. Shunaqami? Keyingi gal qo'limga tushib qolarsan, o'shanda qutulib bo'lsa. Otdan tushsa ham egardan tushmaydi bu. Namuncha millatlar. Baqir-chaqir qilib tez sotmaysizlarmi? Baqir-chaqir bilan ish bitsa qani edi. Bugun hamma yoqni baliq bosib ketibdi. Vaqtida ulgurishga berib yuborish kerak edi. Suv tekinga topsan ahvolni. Bu ahvolda ertalab-ko'cha sota olmaymiz. Ko'tarasiga berib olish kerak edi. Og'zinglarga channab bersa ham yutolmaysizlar. Landavorlar, sal arzonroq qilinglar bo'lmasam. Shuni ham o'rgatishim kerakmi? Yo'l qo'yishmaydi. Kim? Bozorning egalari. Kim ekan o'sha egalari? Hozir kelishadi hammamizni baliq bilan birga ko'chaga olib chiqib qo'yadi. To'roningdan ketdi. Qayoqqa? Yur degandan keyin yuraversang-chi. Tushunmagan joyimga Diloramdan yordam berdilar. Yaxshi. Zo'r bo'pti. Xo'sh, keyinchi? Yaxshimisizlar? Voy, keling Go'zal opa, keling. Smenangiz tugadi shekilli. Shunaqa. Uyda o'tirib zerikib ketdim. Agar ish pishing bo'lsa, o'rningga chiqib turishim mumkin. Voy, rostdanmi? Dilimsiz, Go'zal opa, dilimsiz. O'zi qaynonam kechasi ishlab balo bormi deb ming'illayverib jonimga tegib ketdi. Hozir uyga borishim bilan, unda uyga borib qaynonangni xursand qil. Bo'yiga bo'y qo'shiladi. Voy, maylimi Ko'mal aka? Ha, o'z oyog'i bilan kelib turgandan keyin nima ham derdim? Ish qilib ishga yaraysizmi? Charchab qolmaganmisiz? Yararman. Yo'q, charchaganim yo'q. Zo'r bo'ldi-da. Mana bo'lmasa pishiriq, mana choy. Mayli bo'lmasa. Men ketdim. Xudo xohlasa, o'zim to'yingizda o'ynab beraman, Go'zal opa. Bo'pti, xayr. Oling.
Go'zal xonim, go'zal oy. Yo'q, rahmat, qornim to'q. Shunaqa deng. O'z oyog'im bilan keldim deng. Bo'larkan-u. Kiyimimni almashtirib chiqay. Mayli. Avvalambor rahmat sizga. Meni to'g'ri tushunib, uchrashuvga rozi bo'lganingiz uchun. Rahmat. O'zi anchadan beri siz bilan gaplashib olmoqchi edim. Hech mavrid bo'lmayotgan edi. O'zingiz tushunasiz. Ishxonada buni sira iloji yo'q. Odamlar boshqacha tushunadi. Undan keyin gap so'z ko'payib, noqulay ahvolda qolishingizni istamayman. Iltimos, faqat meni to'g'ri tushuning. So'qqa bosh bo'lib yurish jonga tegdi. Mana 3 yildirki yolg'iz o'zim yashayapman. Hamma qatori yaxshi niyat qilib Xolida bilan turmush qurdik. Afsuski, bu uzoqqa cho'zilmadi. To'g'risini aytsam, bari Xolidani deb bo'ldi. Xullas kalom, kelisha olmadik. Oilamni saqlab qolishga qancha urinmay ajrashamiz deb turib oldi. Shunday qilib shunaqa gaplar, Nazokatxon. Endi bu yog'iga siz bilan haliga Uzr, kechirasiz. og'ayni. Kimni yo'qotding? Uzr aka. Ming bor Menga uzr. qara. Uzr, ming bor uzr. Sen nega begona ayolga ko'zingni lo'q qilib qarayapsan? Uzr. Yaramas. Abillah. Bilaman, buni Xolida yuborgan. Josuslikka. Qo'ying Sharif aka, o'zingiz Uni bosing. dastidan bemalol biror joyda o'tira olmayman. Birov bilan tanisha olmayman. Shu ham hayot bo'ldimi? Mayli, qo'ying, e'tibor bermang. Yaramas. Ana qilsang bo'ldi-yu. Nima? Endi shuni ham o'rgatishim kerakmi senlarga? O'zlaring billaring-da. Bo'pti. Boshqa gaping yo'qmi, Rustam? Yo'q. Daryoni hech kim loqalatmayaptimi? Tinch. Ha, eshitishimga qaraganda bitta ikkita it baliqlar paydo bo'lib qolganmish. O'sha it baliqlar baliqqa aylamasdan oldin ularni yo'qotish kerak. Xo'p, xo'jayin, xo'p. Menga qara Rustam. Orqa-boradan eshitishimga qaraganda bozorda narx-navoni ja oshirib olganmisanlar. Yo'q, unday Bu emas. borada Toshkent ham senlarni changida qolib ketganmi? Shu gap rostmi? Yo'q, xo'jayin, hammasi talabga qarab. Menga qara, u bola. Men seni u yerga o'g'irlik qilish uchun emas, o'g'irlikni oldini olish uchun qo'yganman, to'g'rimi? To'g'ri. Agar mabodo pul kerak bo'ladigan bo'lsa, meni o'zimdan so'ra. Tushundingmi? Tushundim. Tushungan bo'lsang bor ishingni qil. Rahmat, xo'jayin. Xo'p. Men ovqatni olib keldim. Men ruldaman. Marhamat. Ichim yonib ketyapti. Ey uka, yonayotgan ishingizga olov quyib nima qilasiz? Samat nimalar deyapsan? Achchig'ini achchiq kesadi. Oldik. Bu qozoqi piyolani o'zi-yu, ha? Kattaroq oshasang, yo bir osham keladi yo kelmaydi. Bu chap ichagingga ham yuq bo'lmaydi-ku. Hali ham bu butini yarimta olganda nima qilardingiz? Hech narsa qilmasdim. Nonni olib, choyga botirib, mazza qilib, mana bundoq qilib, yeyveradi. Ol. Baliqni bunaqa sotishdachi kabob yeyolmaydigan go'sht emas. Agar mana shu baliqni Toshkentga olib borganimizda 3 barobar qimmatiga sotib, pulni supurib olib kelardik. Har yerni qilma orzu. Endi gapirdim-da. Kalla endi ishladi. Hozir. Shoshmanglar. Tosh. O'zingmisan? Ha. Biroz baliq bor edi. Shuni tuzukroq narxda o'tkazib bera olasanmi? Ha, tirik baliq. O'zi Toshkentda kilosi qanchada? Qancha deysan? Ha, albatta.
Tosh, bu gaping ham to'g'ri. Xo'p, yetkazaman. Xizmat deysanmi? Ha. Agar imkoning bo'lsa, bir kichkina iltimosim bor edi. Iltimos 3-4 mingcha. Yaxshi. Kelishdik. Rahmat og'ayni. Rahmat. Xo'p, xayr. Kim u? Ana u yoqda birga o'tirgandik. Yo'qda-ya? Ha, Toshkentning bozorlari qo'limda. Ke birga ishlaymiz. 6 oy ichida iting tuvagini oltindan qilib beraman degandi. Menga qarang, kilosini qanchadan olaman dedi? Tosh shunaqa mayda yigitlardan emas. Olib keladigan bo'lsang, 50-60 qilib o'tirmasdan 3-4 tonna olib kel. Tuzukroq foydangni ko'rasan dedi. Bu gapni Tohir eshitsa-chi bir nozik joyini kangallab qolgan bo'lardi, ha? To'g'ri. 50-60 kilo olib borsak, haligi benzinimiz bilan mana shundoq bo'lib qoladi. Bu to'g'ri. Lekin baliqni qayerdan olamiz? Bo'pti, baliq ham topildi deylik. Pulchi, pulni qayerdan topamiz? Nega ikkovingizdan menga qarab qoldinglar? Samat. Men yaqinda ukamni uylantirdim. Sen qizingni chiqarmoqchisan. Demak, senda pul bor. Xizmatga tuhmat bo'lmasin aka. Pulingizni aylantirib 2-3 barobar ko'paytirib bersak yomonmi? O'zi u ishonchli odammi? Unaqa odamlarga bunaqa savollar berilmaydi. Sharti yuzingizni tilib tashlashi mumkin. Shuni nasiyaga olsak bo'lmaydimi? Samat, bunaqa ahmoq odamni qayerdan topasan, ha? Samat. O'lmagan mani jonim. Samat. Bo'pti. Hozir uyga boraman. Borini qirtishlab kelaman. Ay yashang. Bir mashinaga yetadigan bo'lsin-da. Xo'pmi Samat aka? Bu yoqdan xavotir olmang. Mashinani o'zim gaplashaman. 1-2 xotka qilaylik. Keyin unaqa ishlar uchun alohida pul ajratib qo'yamiz. Kelishdikmi? Bo'pti, mayli men uyga ketdim. Kayfiyatni ham rasvo qildilaring. Qani, oldik. Muvaffaqiyatimiz uchun. Qani ol. Bizda ko'chada ham bayram bo'lsin. Menga qarang Qahhor aka. Siz bemalol. Samat aka uydan qaytguncha bir joyga o'tib kelay. Bo'pti, bora qol. Tez qaytaman. Qaraysan uka, yaxshi yuribsanmi? Bo'pti, keyin gaplashamiz. Bo'pti. Aka, nima qildik? O'ptim tashlab ketaverasizmi? Haliga aytgan narxingami? Yomon narx taklif qilmadim. Endi uka, mana senga baliq. Aka, haddingizdan oshmang. Yaxshi narx taklif qildimi? Xo'jayinlar eshitsa xafa bo'lishadi. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi uka. Bo'l chop borib ayta qol. Suyunchini ol. Bittasi bizni baliqlarimizni Toshkentga olib ketyapti degan. Bora qol. Bor, ayt. Bo'la qol, bor. Bor. To'nka. Kedilshot. Bilaman o'rtoq. Hamma meni otasini erkatoyi, ish yoqmasda kasaltang deb o'ylaydi.
Hatto otamni o'zi ham. Oldingda sen ham gapni Dilshod. Endi bir ikkita ko'ra olmaydiganlar aytgan bo'lishi mumkin. Bilasan-ku, it hurar karvon o'tar deyishadi. Ha, daryo esa oqaveradi. To'g'ri. Gap buni kim aytganida emas. Gap shundaki, men 4 yil bekorga o'qiganim yo'q. Iqtisodda bu narsani tushunganday bo'ldim. Unda yana o'qib nima qilasan? Yozdami, kuzdami qayoqqadir ketaman deganday bo'lganding. Ha, nasib qilsa Angliyaga. O'qish bir gap bo'lar. Seni bu yerga boshqa bir narsani aytgani chaqirdim. Xo'sh, gapir. Negadir ko'nglim g'ash. Kechagini hech unuta olmayapman. Dilshod, aytdim-ku o'rtoq. Baribir, yopiqli qozon, yopiqlicha qolgan taqdirda ham bu yog'iga yashash oson bo'lmaydi shekilli. Shuni aytish uchun chaqirganmiding meni? Yo'q. Men bu ishxonani ochganimdan uydagilarning xabari yo'q edi. Rostdanmi? Ha. Bilasanmi nega 55 deb nom qo'ydim? Yo'q. Kuzda dadam 55 yoshga to'ladilar. Yo'q-e? Ha. Shuni dadamga sovg'a qilmoqchiman. Ajoyib sovg'a. Qoyil, yaxshi o'ylabsan. Umr oqar bir daryoda